bekend. Op 28 juli 's avonds verzamelde zich een groep Oeigoerse vrouwen van de provincie Illichco om samen de nacht door te brengen en het einde van de Ramadan te vieren. De groep bestond uit 2 kleine groepen. Een groep van 30 vrouwen en een andere groep van 15 vrouwen. De mannen waren afwezig omdat ze vertrokken waren voor het avondgebed. Een groep van 70 personen om te controleren. De slachtoffers waren een oude vrouw, een zware vrouw en kinderen. Geachte dames en heren. Ondanks dat er veel grote rampen momenteel de aandacht trekken van de internationale pers, willen wij u inmiddels dit schrijven informeren over het lot van duizenden Oeigoeren in China. Lees hieronder het ooggetuigenverslag van een massamoord dit kort geleden heeft plaatsgevonden. Het kort geleden is 28 juli 2010. De eerste dag van Ramadan Festival. Politie, die zijn ook vermoord, omdat die waren vermoeden dat zij ook incident open hebben gemaakt. Bekend door Radio Free Asia. Mijn landgenoten. Onze volgende nacht worden brengen het einde van de Ramadan vieren.
Köylüler, tabii yaxşı ürünlük oldu, efendim, kadınlarken soğurdu. Teşvikat varlık tayyorlarga geldi, ben sizin tartib oldu. Qirg'inchilik voqeasini bu yerda biz bir namoyon qilaylik deb ko'pchilik oq rangli maykaga qizil rangli bo'yab bu yerda shu jasadlarni o'rab yotgan bo'ldik. 10-20 odam yotdi. Qolganlar shu yerda tashviqot varaqlarini tarqatdi. Shu orto'limida asosligi shu yakanda shu kuni nima ish bo'ldi, shuni o'sha chet elliklarga, o'sha xalqlarga bildirish maqsadida ilib bordik. Bu faoliyatimizda yaxshi unumlik bo'ldi deb o'ylaymiz. Muxbirlarni keldi, o'sha yerda sayohatchilar bo'lsin, dunyodan har qaysi yerlardan kelgan, hammamiz qiziqib so'rab bilmaganlar bilmagandek yaxshi tashviqot qildi. Namoyishimiz bugun shu damdiki va namoyishimiz bugun oxirlashdi. Keyin katta shanba kuni yana o'xshash usulda, o'xshash vaqtda Danqaq shahrining parlament binosining oldidagi maydonda yana mush shaklda bo'ladi. Shanba kuni soat 1da yana o'xshash vaqtda Danqaqdagi To'ylik parlament binosining oldida o'tkazamiz. Shu vaqtda setirishlarni umid qilamiz. 9-ayning 11 yana 11-sentabr kuni xalqaro sotning oldida başkanlığı namoyishimiz xalqaro sotning oldida Xitoy konsuligacha piyoda yurish qilib namoyish o'tkazamiz. Bu 11-slar bo'ldi, 9-ayning 11-i. Buni mukammallar bo'ladi. Keyin katta o to'g'riliq tafsiliy hujjatni internetga e'lon qilamiz. Hammalarning kattaginlarga ko'p rahmat. Allah razı olsun. Rahmat sizlarga. Keyin ko'rishaylik.